Shu kalaskani nimasi yoqmayapti? Shuni olsam bo'lmaydimi? Manej olaymikan yo mebelni kravat olaymikan? Variantlar ham ko'p ekan, mebelim rangiga tusharmikan? Oka, boydan beri qarab turibman, narsa tanlashda rosa siqilib yuribsiz-da. Men sizga 8 million 800 ga zo'r setimiz bor. Hamma narsani yaxshisi o'shani qilib beraman. Yuring bitta ko'ring. Zo'r bo'lardi aka. Xo'p, komplektimizni mebeldan boshladik. Baget modelimiz, usti ochilib yopiladigan komodimiz, to'rtta tortmasi bo'ladi, teg qismida oyog'i ham bor. Xo'p, 13 yoshgacha yotadigan kravatimiz, lyulka bo'ladi, teg qismida ham tortmalari bor. Ko'p kiyim bo'lsa, sizga bemalol sig'ib ketadi. Shkafimizga keladigan bo'lsak, shkafimizning ichida hamma kerakli narsalari bor. Eshuklari vakuumli bo'ladi, tepasida qoshlari, tagida oyoqlari ham bor. Eng kerakli jihozlardan bittasi kalaskasi bo'ladi. Kalaskani biz Inning Baby 2 kalaskasini tanladik. Ruchkalar oldiga, orqaga o'tadi, bo'yingizga qarab tushib chiqadi. Ichini aylantirib ham ishlatsanglar bo'ladi. Bu kalaskamiz 0 dan 3 yoshgacha ishlatiladi. Komplektida hattoki perchatkasigacha chiqadi. Sumkalarni gapirmasa ham bo'ladi. Komplektni lyulkasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Sedo brendining eng katta lyulkasini tanlab olganmiz. Bo'yinlarga qarab baland-past bo'ladi. 5 ta urovingni qimillaydi. Undan tashqari juda ham ko'p funksiyalari bor. Katta lyulkani spanlida ishlatsangiz, shezlonni qattiq ishlataman degan savol tug'iladi. Buni oshxonada yoki hollda maza qilib ishlatasiz. Komplektimizga shu shezlonni ham qo'shib yubordik. Bu Cool Baby'ning eng yaxshi shezlonlaridan bittasi. Komplektning ichiga tog'ora ham qo'shib yuborganmiz. Bu Sedo brendining 8 tasi bitta bo'lgan tog'orasi. Ichida kerakli bo'ladigan narsalarning hammasi qo'shilgan. Chelak, cho'mich, pastavka, malakasosigacha bor. Bu hozir trendda bo'layotgan tog'oralarning eng zo'ri. Shu ko'rgan naboringizda hammasi 8 million 800 ga tayyor bo'ladi. Bonusga bo'lsa mana shu Xitoyda ishlab chiqarilgan hajnokimizni shundoqga qo'shib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Shu komplektimiz sizga qiziq bo'lsa, pastki raqamdagi bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu videoni yaqinda farzandli bo'laman degan tanishingizga jo'natib qo'ying.